15 noktadan Xitoy iqtisodining vayron bo'lishiga bir nazar. Avtori Mavlon Yasin. Xuddi Napoleon bilan Wellington askarlari hal qilg'uch jang uchun Waterloo'da safga tizilgandek, xuddi Stalin bilan Gitler dunyoning taqdirini o'zgartiradigan urush uchun qo'shinlarini Stalingradda uchrashtirgandek, Amerika bilan Xitoy keng dunyo iqtisodi doirasida bir-birsiga ajallik zarba berish urushini boshlayapti. Biz hikoyamizni yaqinda bo'lgan bir qiziqarli ahvoldan boshlaylik. Oldi bilan Amerika Kengash palatasida Hong Kong avtonomiya qonuni tasdiqlandi. Avam palatasi buningga biroz o'zgartirish kirgizib darhol ma'qulladi. 2020-yil 2-iyul kuni Kengash palatasi Avam palatasining nusxasi birdek tasdiqlandi. Kengash palatasi bilan Avam palatasi birdek tasdiqlagan bu qonun burungi qonunlarga selishtirganda mazmuni texmi konkretlashtirilgan, doirasi texmi kengaytirilgan va operatsiya qilish texmi jalliq bo'lgan. O'ziga ishonchi komil va 36 hiyla bilan qurollangan Xitoy buningga qarab o'ltirmadi. Xitoy darhol Alibaba va Xitoy ko'chma xabarlash shirkati qatorliq cho'ng shirkatlarning mablag'larini Hong Kongga yig'ib, Hong Kong paychak bozorini jonlantirib, Amerikaning iqtisodiy jazosini buzib tashlaydigan irodasini bayon qildi. Buning bilan Amerika va Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy hal qilg'uch urush boshlanib ketdi. Bu urushda Xitoylarning iqtisodi vayron bo'lish to'g'riliq Amerika, Hindiston, Yaponiya, Angliya, Tayvan qatorliq davlatlardagi iqtisodshunoslar nurg'un gazet jurnallarda, radio televizorlarda, Aqllar Kengash instituti maxsus yig'ilishlarda o'zlarining ko'z qarashlarini o'ttirg'a qo'ydi. Maqolalarni e'lon qildi. Nutqlarni so'zildi va graflarni nashr qildi. Men shu dunyodagi eng nopuzliq iqtisodshunoslarning ko'z qarashlarini, analizlarini, mo'lcharlarini va hukmlarini yig'ib, ratlab, misollarni keltirib, kasbiy atalg'ularni ommaboplashtirib va 15 turga bo'lib sizlarga taqdim qilaman. Xitoy iqtisodining vayron bo'lishining 15 sababi. 1. Xitoy mollari qimmatlab ketdi. Savdo dunyosida shirkatlar va mablag' sog'uvchilar emgak kuchi arzon bo'lgan yerlarga mablag' selib, ko'p foyda olishga tirishadi. Burun Xitoyda emgak kuchi nihoyatda arzon edi. Amerikadagi bir xizmatchining puliga Xitoyda 5 yoki 10 xizmatchini ishlatgani bo'ladi. Lekin Xitoyning 30 yil taraqqiyotida Xitoyning emgak kuchi qimmatlab, maoshlari natijasi o'sib ketdi. Xitoy emgak kuchi arzon degan salohiyatini yo'qotib qo'ydi. Emgak kuchining qimmatlashishi bilan Xitoy hukumatı chet el shirkatlarini o'ziga jalb qilolmaydigan bo'lib qoldi. Hozir G'arb dunyosidagi shirkatlar emgak kuchi arzon bo'lgan Hindiston, Pokiston, Bangladesh, Vyetnam, Indoneziya qatorliq davlatlarga yo'tkilib ketib boradi. Uningdan boshqa Sharqiy Yevropadagi Rossiya, Polsha, Kroatiya, Ruminiya qatorliq davlatlar Xitoyga selishtirganda emgak kuchi arzon, saviyasi yuqori va madaniyati yaqin. Bularning hammasi chet el shirkatlarini Xitoydan chekinib chiqib ketishga majburlayotdi. Bir shirkatning kuchi uning melini oladigan xaridorlarda. Bu shirkatlarning Xitoydan ketishi bilan mushu shirkatlar yaratgan bozor tang ketadi. Buning bilan Xitoy chet eldagi bozor va mushu cho'ng shirkatlar bilan savdo qiladigan kichik shirkatlarning vayron bo'lishiga yo'l ochadi. Mushuning o'zi oz deganda Xitoydagi 20% cho'ng va o'rta darajadagi shirkatlarni vayron qiladi. 2. Xitoy mahsulotining sifati nachar. Masalan, Yapon bilan Germaniya yuqori sifatli mollari bilan o'zining bozorini saqlab keldi. Xitoy madaniyati bo'lsa aldamchilik va qoqti-soqti qiladigan madaniyat. Bularning savdo-setiq usulimi qoqti-soqti madaniyatining ustiga qurilgan. Bundaq madaniyat yaxshi sifatli mahsulot ishlab chiqarolmaydi. Shuning uchun Xitoyning dunyoda aldamchilikdan boshqa bir tonilgan markasi yo'q. Xitoylar yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish uchun o'zining madaniyatini butunlay o'zgartirish va buning uchun zo'r miqdorda pul iste'mol qilishga to'g'ri keladi. Lekin Xitoy madaniyatida tarbiyalanib chiqqan ixtisosli kasbiy kishilarda bundaq iqtidor va ixtiyor bo'lmaydi. Ular faqat huquqi va fursatdan foydalanib, o'ziga ko'p pul to'plashni o'ylaydi. Xitoylar aldamchilik va chiriklik usul bilan savdo qilish madaniyatidan ayrilanmaydi. Boshqa davlatlardan arzon va sifatli mollar bozorga kirish bilan Xitoy mollari savdo bozoridan siqib chiqariladi.
Bu Xitoydagi chet elga mal chiqarib tirikchilik qiladigan shirkatlarni vayron qiladi. Buningdan keyin Xitoylar faqat kambag'al davlatlarga mal chiqara oladi. Lekin kambag'al davlatlardan oson foyda ololmaydi. 3. Xitoy iqtisodi muqim mulk ustiga qurilgan. Hozir Xitoyning bir muqim mulk iqtisodi zo'r bir ko'pikka aylanib ketdi. Xitoy iqtisodining taraqqiyoti bino qurilish, xizmat binosi, savdo saroy, yo'l, temir yo'l qatorliqlarni asos qilib taraqqiy qilgan. Lekin Xitoyda bundaq uy mulkka bo'lgan ehtiyoji qolmadi. Yoki xalq setib ololmaydi, yoki olmaydi. Hozir Xitoyda 100 minglagan binolarda o'ltiradigan odam yo'q. O shaharlar odam yo'q jin shahriga aylandi. Bu uylarni va xizmat binolarini setib oladigan yoki ijaraga oladigan odam yo'q bo'lganlikdan bu uyni sog'an shirkatlar bankining qarzini to'layolmay vayron bo'lib ketib boradi. Buningga qo'shilib uy mulk shirkatlariga tayinib tijorat qiladigan shirkatlar, masalan, yog'och, aynak, semont, sir, xum, temir, xish qatorliq zavodlar zakos yo'q vayron bo'lib qoldi va bo'lish oldida. Bu uy mulk shirkatlariga bergan qarzni qaytarolmay nurg'un banklar vayron bo'ldi va bo'layotdi. Xitoylarning nurg'un bankalarni birlashtirishining sababi mushuningdan iborat. Iqtisodshunoslarning aytishicha, bu insonlar tarixdagi eng chong uy mulk ko'pigining portlashidan kelib chiqqan. Xitoydagi bu uy mulk savdosidan paydo bo'lgan ko'pik portlagan eman Xitoy iqtisodiga ajallik zarba berdi. Chunki Xitoydagi uy mulk ko'pigi burun bo'lgan Yaponiya va Amerikadagi uy mulk ko'pigidan natijasi zo'r. Xitoy iqtisodi oz deganda 30 yil asliga kelinmaydi. Millionlagan Xitoylar ishsiz qoladi. Shaharlardagi aholilar butun jonjahli bilan ishlab, uy ijarasini to'lab ketib boradi. Ular uyga qarab o'zini holliq his qiladi. Agar uyning bahosi tushib ketsa, ular vayron bo'ladi. Bu bo'lsa, Xitoydagi boylarning ko'chman bo'lib ketishining muhim bir sababi. 4. Uy mulkning obrat bo'lmasligi. Uy mulkning setilmay qilishi va xizmat binolarini ijaraga oladigan odamlarning bo'lmasligi Xitoydagi korxonalarni va shaxslarni qarzga bo'g'ib qo'ydi. O'zini binodan tashlab ilayotgan Xitoylar kundan kunga ko'payib qarzni qaytarib ololmagan Xitoy banklari kapitaldan ayrilib vayron bo'lishga boshladi. Bu qarz oluvchilar bilan qarz beruvchilarning o'rtasidagi ziddiyatni Xitoy hukumati bartaraf qilishi nihoyat tez. Xitoy hukumati Xitoy banklarini chet el banklarining setib ilishiga yo'l qo'ymaydi. Chunki chet el banklari Xitoyda ochilgan aman barliq Xitoy fuqarolari pullarini chet el bankasiga qo'yib, Xitoy bankasini vayron qilib o'tadi. Bu qarz oluvchilar bilan qarz beruvchilarning o'rtasidagi yomon sifatlik aylanish. Xitoy hukumatining dunyo savdo bozoridagi kreditini zo'r darajada gumonga soladi. Bu ilgirlab boshqa davlatlardan Xitoyga mablag' selishning oldini to'sib qo'yadi. Xitoyning iqtisodi G'arbning mablag' selishi bilan taraqqiy qilib keldi. Kredit qolmagandan keyin hech kim mablag' solmaydi. Bu Xitoy iqtisodining qon tomirini quritib tashlaydi. 5. Xitoyda erkin savdo bozori yo'q. Xitoyda Yevropa, Yaponiya, Janubiy Koreya, Avstraliya, Yangi Zelandiyadek erkin savdo bozori yo'q. Xitoy savdo bozorini Xitoy partiyasi markaziy komiteti boshqaradi. Tarixning tajriba savoqlari bizga shuningdan dars beradiki, partiya yoki hukumat boshqargan iqtisod har qancha yaxshi bo'lsa-mu, uzun o'tmay raqobat kuchidan va zapas moliya manbasidan ayrilib qoladi. G'arb davlatlaridek erkin savdo bozoridagi savdo shirkatlar bundaq partiya boshqaradigan muhitdan uzun o'tmay o'zini olib qochadi. Yangi va uzun qarorlik mablag' sanmaydi. Xitoy hukumatining bargan siri har qanday erkinlikni yo'qotishi, hatto chet el shirkatlaridami partiya hukumatini qurmoqchi bo'lish, chet el shirkatlarining yangi mablag' silish emas, hatto mablag'larni chekindirib elib chiqishini tiziltadi. Chet el mablag'laridan ayrilib qolgan Xitoy iqtisodi tez vayron bo'ladi. Mablag' sog'anlarni uzun muddatli mablag' sanmay, pulni tepib qochadi. Chet el mablag'ining to'xtab qolishi bilan bu shirkatlar orqali keladigan texnik va bilim mulkmi to'xtab ketadi. Xitoylarning texnik va bilimi hech qachon yuqori sifatlik va xalqaroda o'rin ola oladigan mahsulot ishlab chiqarolmaydi. Xitoy mollari sifat talab qiladigan taraqqiy qilgan davlatlardan chetga qilishga boshlaydi. Dunyo bankasi Xitoy hukumatiga o'rinni va bankini xususiylashtirish maslahatini berdi. Lekin bundaq islohotni Xitoy hukumati hargiz qilmaydi
va qilolmaydi. Xitoyda yer bilan pay huquqi tamoman hukumatning kontrolida. Pay chekning hech qanday huquqi bo'lmaydi. Shundaqla erkin savdo-sotiq bozori bo'lmaydi. Bu Xitoy iqtisodining asliga kelishiga kushanda bo'ladi. 6. Xitoy davlat apparatiga tayinib ish ko'radi. Xitoy harbiy, soqchi va istixborotiga tayinib so'z va fikr qilish erkinligini bostirib, xalqning har bir harakatini kontrol qilish orqali davlat boshqaradi. U iqtisodiy va siyosiy jihatda butunlay chiriklashgan va hech qanday qonun yo'q davlat. O'zi tuzgan qonunni o'zi buzadi. Bunda qonunsiz davlatda iqtisodning taraqqiy qilishiga kapolatlik qilib bo'lmaydi. Hozir Xitoy bu zo'mgarliklarni Hong Kongga kengaytib, Hong Kong xalqining siyosiy va iqtisodiy erkinligini qattiq bostiryapti. Bu dunyodagi 3-pul muomala apparat bo'lgan va Xitoy iqtisodining muhim bir motori bo'lgan Hong Kongning normal harakatlanishiga cho'ng to'sqinlik qiladi. Harbiy kuch bilan davlat boshqarish qisqa bir vaqt unum ko'rsatganda qilgan bilan oxiri Xitoy o'zining taraqqiy qilishiga zo'r to'sqinlik qiladi. Hong Kongdagi bostirishlar Xitoyning dunyodagi obrazini yo'qotib tashladi. Hong Kongning dunyo bozoridagi obrazi yo'qolgan aman Xitoy iqtisodining 1/3 qismi tabiiy yo'qaydi. 7. Energiyaning qimmatlashishi. Hozirgacha Xitoy arzon energiyadan foydalanib va tayinib iqtisodini taraqqiy qildirgan. Dunyoda energiyaning qimmatlashishi bilan bu energiyaga tayinadigan Xitoy mollarining bahosi o'sib ketdi. Lekin Xitoy melining sifati yaxshi bo'lmadi. Aksincha nacharlashib ketdi. Shuning bilan bir vaqtda dunyoda Xitoy mollaridan sifati yaxshi va bahosi Xitoy meli bilan raqobatlasha oladigan davlatlar yetishib ketdi. Xitoy meli Amerika, G'arb va boshqa taraqqi qilgan boy davlatlardan tez siqilib chiqib ketyapti. Masalan, Amerikada Xitoy meli kundan-kunga ozlab ketyapti. Xitoy mollarining o'rnini Vyetnam, Filippin, Koreya, Tayvan qatorliq davlatlarning mollari to'ldiryapti. Buningga ergishib Xitoyning obrazi nacharlashyapti. Mal egisini do'rmasi harom. Yaponiyaliklarning meliga qarab Amerika, G'arb va barliq davlatlarda yaponliklarga bo'lgan hurmat tiklangan. Lekin Xitoy meli bilan Xitoy millati bir-birini kamsitish va kemaytirish musobaqasi qilyapti. Xitoy melining nacharligidan Xitoy millatiga bo'lgan hurmat tez yo'qoyapti. Xitoy millatining yolg'onchiligini to'nigan sira Xitoy meliga ishonch yo'qoyapti. Hozir Xitoyga bo'lgan nafrat kundan-kunga avj olyapti. Buning natijasida Xitoy melini dunyo xalqi bo'libmi taraqqiy qilgan davlatlarning xalqi texi murad qiladi. Amerika yetakchiligidagi taraqqiy qilgan davlatlar Xitoy melini rad qilganda Xitoy iqtisodiga ajallik zarba beradi. 8. Hindiston dunyoda Xitoyning o'rnini elish oldida. Nops statistikasi xodimlarining aytishicha, 10 yilda Hindistonning odam soni Xitoydan eshib ketadi. Hozir Hindistonning taraqqiy qilish sur'ati Xitoydan eshib ketdi. Shundaqla tez ilgarilayapti. Xitoy iqtisodi tuvanga qarab tez domlashga boshlagani bir necha yil bo'lib qoldi. Amerika Hong Kongning oliy rayon salohiyatini tashlashi va Xitoydagi suv ofatining buzg'unchiligi Xitoy iqtisodini texmi nacharlashtiryapti. Hindistonda yuqori bilim olgan va texnikalik ma'lumoti yuqori odam soni yetarlik. Hindistonliklar inglizcha so'zlay oladi. Uzun yil Angliyaning mustamlikida yashagan Hindistonliklar G'arb madaniyati bilan oson moslasha oladi. Amerikadagi nurg'un cho'ng shirkatlarning boshlig'i Hindistonlik. Arvind Krishna, Google, Sundar Pichai, Microsoft, Satya Nadella, Mastercard, Ajay Singh, Nokia, Raji Avsuri, Amerikada 40% kompyuter injenerlari Hindistonliklar. Hindistonliklardan Amerika grajdani bo'lib, yana Xitoylardek Amerikaga xoinlik qiladigan odamlarni anglab baxmadik. Amerikaliklar Hindistonliklarga ishonadi. Bu jihatda Xitoy hargiz Hindistonliklar bilan raqobat qila olmaydi. Xitoydagi chet el shirkatlari Hindistonga yo'tkilib ketyapti. Masalan, Google elsi Xitoyga sanmoqchi bo'lgan 10 milliard dollarlik mablag'ni hozir Hindistonga soladiganligini e'lon qildi. Bu Xitoyning iqtisodining bir putini palash holatga tushirib qo'ydi. Hindiston bilan Xitoy to'qinishi va 20 dan ortiq Hindiston askarlarining o'lishi Hindiston xalqining g'azabi va hukumatga bo'lgan besimi Hindiston hukumatini Xitoyga javoban bir harakat qilishga majburlayotdi. Dunyoda oldingi 10 o'ringa kiradigan Angliyaning London shahriga o'rnashgan
Kengish kollegi London degan universitetdagi olim Harish Vanitning deyishicha, Hindiston Xitoyga 6 tarafdan zarba bera oladi. Bu zarbalar Xitoy iqtisodining vayron bo'lishida aktiv rol o'ynaydi. Birinchi, Xitoyning eng chong telegraf shirkati Huawei'ning Hindistonning 5G turini qurishiga qatnashish salohiyatini eplashladi. Bu Huawei'ning Hindistondagi 5G turining qurilishiga qatnashib topmoqchi bo'lgan necha milliard dollardan va bu 5G'ga biqindi bo'lib taraqqiy qiladigan dunyodagi eng chong bozorning birsini qo'ldan keltirib qo'ydi. Bu Huawei'ni ko'tarib turgan turkning birsini yiqitdi. Ikkinchi, Hindiston davri gazetining xabar berishicha, 7000 dan ortiq a'zosi bor Hindiston savdogarlar birlashmasi butun Hindiston bo'yicha Xitoy mahsulotini boykot qilish harakatini boshlab va 100 dan ortiq Xitoy mahsulotiga qarshi to'kma bejini qo'llanganligini aytdi. Uchinchi, 2020-yili may oyida Hindiston Yaponiyaning o'rniga Dunyo gigiyena organining, ya'ni Dunyo sog'liqot tashkilotining raisi bo'ldi. Hindiston virusning tarqalish ahvolini Dunyo sog'liqot tashkilotining islohot kun tartibiga akirib, bu virusning kelish manbasini tekshirish orqali Xitoyga besim ishiltib, Xitoyga ziyon yetkazadi. 4. 2020-yili 5-iyun kuni Singapur institutining professori James Crabtree CNBC to'rida Avstraliya, Vyetnam, Yaponiya va Angliya bilan birlashib Xitoyning tajovuz xarakterli kengashiga qarshi turganligini aytdi va Hindistonni taklif qildi. Amerika mo G7 ni kengaytib, Hindistonni ichiga akirishni o'tirg'i qo'ydi. Bu Hindistonning Amerika, Yaponiya va Avstraliya bilan birlashib Xitoyga qarshi Hindiston Tinch okean strategiyasini qurib, Xitoyni qorshab olish yo'lini ochdi. Bu Xitoyni harbiy ishlarga texmi ko'p pul xarjlashga majburlaydi. 5. Hozirgi zamon diplomatiya zo'rlanining ko'rsatishicha, Xitoyning dunyo qoida nizomlariga hurmat qilmaydigan pozitsiyasi, xalqaro qism va kelishtirishni ko'zga ilmaganligi bilan qarama-qarshi Hindiston xalqaro qoida nizomlariga nihoyat hurmat qilish bilan Xitoydan diplomatiya ustunligini oldi. Bu shirkatlarning Xitoydan Hindistonga yo'tkilishiga aktiv rol o'ynaydi. 6. Hindiston Xitoy bilan harbiy kuch tarafda taqobil turish uchun o'zining davlat mudofaa sanoatini tez taraqqiy qildiryapti. Amerika, Rossiya va Yaponiya qatorliq taraqqiy qilgan davlatlar Hindistonga yordam beryapti. Bu Xitoyning texmo ko'p pulni harbiy ishlarga xarjlashga majbur qiladi. Bu Xitoyning o'milab ketib qolgan iqtisodini holsizlantiradi. 9. Xitoyning biologiyalik urush suiqasdi. Bu navbat Xitoyning virus tarqitib, insonlarga qirg'inchilik qilish orqali dunyoni kontrol qilish suiqasdi oshkorlangandan keyin dunyo xalqining bo'libmi g'arbliklarning Xitoyga bo'lgan ko'z qarashini g'oyat zo'r o'zgartirdi. Xitoyga bo'lgan ishonchi yo'qolib ketib bordi va g'azabi toshdi. Xitoydan chet el shirkatlarining chekinib chiqishi bir iqimga aylandi. Amerika va Yaponiya hukumati Xitoydan chekinib chiqqan shirkatlarning butun chiqimini tortadiganligini e'lon qildi. Xitoydagi boylanma pullarini chet elga olib chiqishga boshladi. Xitoylar o'zimi davlatiga bo'lgan ishonchisini yo'qotdi. Sirtdan pul kirmaslik va ichidan pul chiqib ketish bu Xitoyning iqtisodining pul manbasini uzib tashlaydi. 10. Hong Kongning taqdirining o'zgarishi. Hong Kongning o'z taqdirini o'zi belgilash salohiyatini bekor qilib, uni Xitoyning bir normal shaharga aylantirishi Xitoyning hech qanday va'dasida turmaydiganligini ko'rsatdi. G'arb burun Sovet ittifoqini sovuq urushda vayron qilgan, endi Xitoyni vayron qiladi. Endi Amerika va G'arb Xitoyning iqtisodini taraqqiy qildirish emas, balki vayron qilish orqali kompartiyani yo'qotamiz degan irodasi kundan kunga mustahkamlashyapti. Xitoy Hong Kong qonunini chiqargandan keyin G'arbdagi 27 davlat Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Kishilik huquq komitetida bayonot e'lon qilib, bu qonunni bekor qilishni da'vat qildi. Yevropa birlashmasi bayonot e'lon qilib, qattiq qarshi turganligini bildirdi. Oqsaroymi bayonot e'lon qilib, Hong Kongning erkinligini va avtonomiyasini ujuqtirib o'tmoqchi bo'lganlarga qattiq zarba berdiganligini aytdi. Hong Kong qonuni yo'lga qo'yilgandan beri G'arbda Xitoyni eng chong tahdid deb qaraydigan bo'ldi. Angliyadagi kundalik tez xabarlar gazetining 2020-yili 3-iyuldan 4-iyulgacha elib borgan tekshirishida o'qirmanlarning 12% Rossiyani, 7% Ironni, 2% Shimoliy Koreyani, 75% Xitoyni G'arbga bo'lgan eng chong tahdid deb qaraydi ekan. 11. Amerika bilim mulkini o'g'irlaydigan Xitoy shirkatlarini tozalashga boshladi.
Xitoy Amerika va G'arbni aldash uchun harbiy va xalq ishlarini birlashtirish siyosatini qo'llanib, fuqarolar shirkati orqali Amerikaning yuqori harbiy fan texnikalarini o'g'irlab kelgan. Buni Xitoychada harbiy fuqarolarni birlashtirish strategiyasi deb ataydi. Amerikaning milliardlab mablag' selib taraqqiy qildirgan natijalarini o'g'irlab ketgan. Masalan, Xitoy urush aeroplanlari Amerikadan o'g'irlangan texnika orqali yasalgan. Amerikaning davlat mudofaa ministri bayonotchisi Jonathan Hoffman bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Xitoy xalq mahsuloti bilan harbiy mahsulotini mujassamlashtirish siyosatini qo'llanib keldi. Buningga biz endi alohida diqqat qilamiz. Amerika bu xildagi Xitoy shirkatlariga jazo berishni boshladi. Bosh shtabi Nyu-Yorkka o'rnashgan dunyo savdo setiq va bozor uchurlarini taqitadigan Bloomberg xabarining aytishicha, Amerika davlat mudofaa ministrligi tuvandagi 20 shirkatni jazolash tizimiga kirgizdi. Ular tuvandikicha: Xitoy aviatsiya sanoati guruhi shirkati, Xitoy olam qatnashi texnik sanoati guruhi shirkati, Xitoy elektron fan texnika guruhi shirkati, Xitoy janub sanoat guruhi shirkati, Xitoy paraxut yasash sanoati shirkati, Xitoy shimoli sanoat guruhi shirkati, Huawei texnik cheklik shirkati, Hangzhou Haikang Vishi raqamli texnik cheklik shirkati, Langchao guruhi, Xitoy Aviatsiya motor guruhi shirkati, Xitoy temir qurilish pay cheklik shirkati, Xitoy avtomobil pay cheklik shirkati, Xitoy Panda elektron gruppasi, Shuguang uchur sanoati cheklik shirkati, Xitoy ko'chma xabarlash guruhi, Xitoy universal yadro elektr shirkati, Xitoy yadro elektr guruhi shirkati, Xitoy telegraf pay cheklik shirkati, Xitoy Zhongxin xabarlashishi, Xayningda xabarlashish pay cheklik shirkati qatorliqlar bo'lib, Xitoyning eng chong shirkatlari hisoblanadi. Bularga jazo berish Xitoyning xalqaroda eng ko'zga ko'ringan shirkatlarining umurtqisini ushtib etadi. 12. Xitoy Hong Kongning o'rnini to'ldirolmaydi. Xitoyda texi Hong Kongning o'rnini to'ldiradigan shahar yo'q. Hong Kongning o'rnini to'ldirish uchun Xaynanni bozorga selayotadi. Xaynanga chet el shirkatlarini jalb qilish uchun nihoyat zo'r e'tibor berish siyosatini tashviq qilyotadi. Ko'plab ixtisosliklarni chaqiryotadi, zo'r miqdorda mablag'larni selayotadi. BBC'ning 2020 yili 22-iyun kuni Xaynan to'g'riliq maxsus maqola e'lon qilib, Xaynanning Hong Kongning o'rnini to'ldirolmaydiganligini analiz qilib mundaq yozgan. Xaynanni Hong Kongdek shahar qilamiz deb 1990-yillari dastlabda bozorga solganda 1 kvadrat metrga 1000 yuan xalq puli edi. 1992-yili 5000 yuan xalq puliga, 1993-yili 7000 yuan xalq puliga o'sgan. Lekin 1996-yili vayron bo'lib 1000 yuan xalq pulidan tuvan tushib ketgan. Bu ko'pikning portlashi bilan Xaynan 2010-yilgacha asliga kelanmagan. 2010-yili Xitoy hukumatı Xaynanni dunyo bo'yicha birinchi darajalik dam oladigan sayligoh qilishni bir zo'r strategik bosqich deb ko'p mablag' solgan bo'lsa-mu, sayohatchilar ko'p keladigan sayligohga aylanolmay to'xtab qoldi. Hong Kong to'g'riliq davlat bexatar qonunini chiqarishdan 3 kun burun Xitoy hukumatı Xaynanni yana bozorga selib, Hong Kongning o'rnini to'ldirishga tirishyapti. Lekin iqtisodshunoslarning mo'ljallashicha, Xaynan kapitalining xohlagancha chetga eqib chiqadigan erkinlikni berolmaydi. Moshining o'zila Xaynanning Hong Kongning o'rnini olish imkoniyatini yo'q qilib tashlaydi. Bu Xitoyning Hong Kongdan yo'qotgan ziyonni to'ldirish imkoniyatini yo'qqa chiqaradi. Xitoy iqtisodining nafas elishi qiyinlashadi. 13. Xitoy dunyo savdo tashkilotidan haydaladi. Amerika 2020-yili fevral oyida dunyo savdo tashkilotiga oxirgi ultimatumni topshirib, Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlat salohiyatini elib tashlashni talab qildi va Xitoyning dunyo savdo tashkilotining belgilamalaridan qalaymaqon foydalanib, xalqaro savdo setiqqa alohida e'tibor berish salohiyatiga erishib olganligini aybladi. Buningdan keyin Xitoy taraqqiy qilgan davlatlar qatorida o'zining vazifasini va mas'uliyatini ado qilishni talab qildi. Bu Xitoy uchun cho'ng yo'qotish bo'ladi. Amerikaning bu qarori Xitoyning dunyo savdo tashkilotidan foydalanib, chegara beji, qo'shimcha pul va bozor ichish taraflarda erishgan huquq muomalasini bekor qilib qolmay, Xitoylarning taraqqiy qilayotgan davlatlarning yetakchisi degan salohiyatini bekor qilib tashlaydi. Xitoyni taraqqiy qilgan davlat deb bekitgandan keyin Xitoy taraqqiy qilayotgan davlatlarga vakolatan so'zlayolmaydi. Bu Xitoyning Amerika va G'arb bilan bo'lgan raqobatida taraqqiy qilayotgan davlatlardan kelayotgan qo'llashlarni ojizlashtirdi. Dunyo bankisining o'lchimi bo'yicha tuvandagi shartning birsi to'liqlansa, taraqqiy qilgan davlatga kiradi. Odam beshiga bo'lgan kirimi yuqori bo'lishi kerak.
iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining a'zosi bo'lishi kerak. G20ning a'zosi bo'lishi kerak. Xalqaro tovar savdosi 0,5% dan ortiq bo'lishi kerak. Xitoy buni ichki shartini hozirlab, tashqi savdoning miqdori dunyo bo'yicha birinchi va G20ning a'zosi bo'lgan. Amerika buni asos qilib turib, Xitoyni taraqqiy qilayotgan davlatlar qatoridan chiqaryapti. Bu Xitoyning iqtisodiga cho'ng ziyon yetkazadi. 14. Xitoy iqtisodiga cheklama qo'yish. Amerika hukumatining Xitoy iqtisodiga umumyuzlik cheklama qo'yish siyosati Xitoyni nurg'un qiyinchiliklarga duch keltirdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Amerikaning Flash, Beriadcom va Qualcomm shirkatlari Xitoyga har yili necha milliardlik chip detal eksport qiladi. Bularning to'xtab qolishi Xitoyni yuqori sifat va sur'atli chip detallarni ishlatilmaydigan qilib qo'ydi. Buning natijasida Xitoyning otgan sun'iy hamralari tushib ketdi. Reuters agentligining yana bir xabarida Amerika hukumatining bu yangi siyosati Amerikaning Xitoydagi cho'ng shirkatlarni Xitoydan chekinib chiqib ketishga majburlayotdi. Amerika ittifoqdosh davlatlarni Huawei'ning mahsulotlarini sotib olmaslikni chaqirib qoldi. Amerikaning bu chaqirig'iga ovoz qo'shib, Singapurning ikki cho'ng telegraf shirkati 5G to'rini qurishda Huawei'ning raqobatchisi bo'lgan Finlandiyaning Nokia va Shvetsiyaning Ericsson shirkatining texnikasini ishlatadiganligini e'lon qildi. Angliyami Huawei bilan birlashmaydiganligini, 5 yil ichida Huawei'ning barliq mahsulotlarini Angliyadan tozalaydiganligini aytdi. Yana nurg'un g'arb davlatlar Amerikaning bu chaqirig'iga ovoz qo'shadiganligini bildiryapti. Bugungi kunda Amerika Xitoy munosabati orqaga yanmaydigan va davomli nacharlashadigan bosqichga yetib keldi. Amerika Oqsaroy davlat bexatarlik majlisi Robert O'Brien yaqinda so'z qilib mundaq dedi. Burun Amerika Xitoy Kommunist partiyasining ideologiyasiga sal qarab e'tiborga olmay kelgan. Bu davr o'tib ketdi. Amerika bundan keyin Xitoyga qarata texnik ko'p jazolarni qo'llanadi. Robert O'Brien Amerikaning Arizona shtatidagi Phoenix shahrida so'zlagan nutqida Amerikadagi ikki partiyaning Xitoyni erkin davlat qilamiz degan farazlari Amerikaning diplomatiya siyosatining 20-asrning 30-yillaridan tortib bo'lgan eng chong mag'lubiyat. Bundaq mag'lubiyatning kelib chiqishi Amerikaliklarning Xitoy Kommunist partiyasining ideologiyasini tushunmasligidan iborat. Xi Jinpingning Kommunist partiyasining ideologiyasi va Xitoy Kompartiyasining to'liq yo'linishlik usul bilan xalqlarning turmushini kontrol qiladigan niyati Sovet ittifoqining sobiq diktatori Stalin bilan o'xshash. Washington pochta gazetining xalqaro maxsus betining yozuvchisi Josh Rogin shundoq yozgan. Biz samimiy savdo suhbati orqali Xitoyning umumyuzlik qilmishini o'zgartirishni umid qilgan. Lekin Wuhan virusining portlashidan va Xitoyning butun dunyoga bo'lgan inkosidan Amerika xalqi shuni nihoyatda aniq tushundiki, Xitoy o'zining qilmishini hargiz o'zgartmaydi. Xitoy mushu krizisdan foydalanib, butun dunyoda Amerikaning o'rnini egallab, eng chong davlat bo'lish uchun kuchayadi. Amerikaning davlat iqtisodiy maslahat bo'limining direktori Larry Kudlow va Amerika Oqsaroy davlat bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brien berilish Oqsaroyning qo'llashi bilan federatsiya xizmatchilarining necha milliard pensiya pulini Xitoyga mablag' selishni to'xtatdi. Bular Xitoy iqtisodining Amerika siyosati bozorida kasatlashib ketib qolganligini bildirdi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining direktori Cheristopkoy Vray 2020-yili 7-iyul kuni Washingtondagi Aqllar kengash Hudson institutida nutq so'zlab, Xitoyni ayblab, Xitoy hukumati uzun yil bo'ldi Amerikaning shirkatlariga to'r orqali hujum qilish va josuslik harakatlari orqali insonlar tarixidagi eng chong boylikni yo'tkab ketdi. Amerika xalqi Xitoyning keng ko'lamlik o'g'irlik qilmishining ziyonkashligiga uchradi. Oldingi 10 yilda Xitoyning iqtisod josusligi 1300% ko'payib ketdi. Navbatdagi 5000 dan ortiq josusliklarga qarshi deloning yarmi Xitoy bilan munosabatli. Har 10 soatda Xitoyga munosabatli bir josuslik delolarini tekshiryapti. Xitoyning josuslik harakatlari harbiy uskunlardan tortib, shamol generatorigacha bo'lgan hamma narsani o'z ichiga oladi. Amerikaga yetkazgan ziyinni mo'ljallash mumkin emas. Men ko'rgan sonliq ma'lumot odamni cho'chitdi degan. Oqsaroyning boshqarish va qamchot ishxonasining direktori Russell yaqinda Reuters agentligiga bergan bayonotida bizning davlatimiz Xitoyning singib kirishiga duch kelyapti. Bu nihoyat xatarlik. Trump hukumati umumyuzlik federatsiyaning Xitoydan setib olishni cheklash buyrug'ini tushirdi. Bu bizning hukumatimizning Huawei'dagi razil to'r shirkatiga qat'iy qarshi turishimizga imkoniyat yaratdi dedi.
2020 yılı 16 iyul günü Amerika baş təftişi Will Lambar Amerikanın Michigan ştatidagi Ford prezidentlik muzeyida nutq so'zlab mundaq dedi. Xitoy Kompartiyasi bir yurish pulning qimmatini kontrol qilish, tor orqali hujum qilish, savdo josuslik qilish, bilim mulk huquqini o'g'irlash yoki shirkatlarni zo'rlab bilim huquqini Xitoyga o'tinib berish qatorli qonunsiz raqobat usullarini qo'llandi. Yana chegara beji o'zining shirkatlariga hukumat savdo taqsim qilish, hukumat bevosita yetakchilik qilgan strategik mablag' selish va setib olish, hukumat qo'shimcha yordam berish, arzon setish qatorli qonunsiz, shundaqla bulonchilik qilmishlarini kamolatga yetkazdi. Amerika xalqi kommunizm kontrolligidagi Xitoy bilan bo'lgan munosabatini boshqadan mo'ljallash kerak. Amerika xalqi Xitoy Kompartiyasining bu qilmishlaridan g'azablandi, bezor bo'ldi. Chidg'usiz holatga keldi. Kelgusidagi erkinlik va gullanish uchun Amerikadagi shirkatlar va hukumatlar birlashib, Xitoy Kompartiyasining dunyo iqtisodiy zo'migar bo'lish harakatiga qaytarma hujum qilib, Xitoy Kompartiyasining chirik istibdod hukmronligini vayron qilishimiz kerak. 2020 yılı 18 iyul günü Amerika Davlat Mudofaa Ministri Mark Esper söz qilib, "Men va Xitoyni yaxshi tushunadigan har qanday odam shuni bilimizki, Xitoy rayonlarida va dunyoda bizning o'rnimizni egallaydigan qasd va qora niyati bor. Xitoy armiyasi partiyaga sodiq. Bizning armiyamiz davlat qonunini qo'g'dash uchun qasam qiladi. Xitoy bilan bizning maqsad va intilishimiz o'xshamaydi. Qimmat ko'z qarashimiz o'xshamaydi. Agar biz Xitoyning bizga bo'lgan uzun muddatlik urush chaqirgani va tahdidni his qilolmasak, biz umid qilgan hayot dunyosidan boshqa bir dunyoda yashaydiganligimizga duch kelamiz. Bizning birinchi strategik raqobatchimiz bo'lsa Xitoy, ondan Rossiya, Xitoydan keladigan tahdid bo'lsa eng chong tahdid. Chunki Xitoyning Amerikaning o'rnini oladigan yetarlik odam soni va iqtisodi bor dedi. 15. Xitoyning abdi bashiri. Xitoy o'zining asli qiyofatining oshkorlanib, dunyoda qo'rshovda qoladiganligini his qilib, buni o'ngshash uchun yangi harakatlarni qilyotdi. Amerikaning Havaydagi oqillar markazining nufuzli tadqiqotchisi Danny Roy analiz qilib mundaq ko'rsatdi. Xitoy ko'plagan davlatlarning qarshi turishiga duch kelyotdi. Beijing Amerika bilan munosabatining nacharlashishining oqibatining nihoyat yomonligini biladi. Amerikaning Xitoy iqtisodiga bo'lgan qimmati va Xitoyga qarshi bir Amerikaning paydo bo'lishi Xitoyning strategiyasini amalga oshirishning imkoniyatini qo'ymaydi. Shuning uchun Xitoy hukumatı Amerika bilan munosabatini yaxshilash signallarini qo'yib beryapti. Yaqinda Xitoy to'rlarida bir maqola e'lon qilingan bo'lib, mundaq yozilgan. Amerikaning Xitoyga bo'lgan cho'ng o'chmanlikning borligini bilmabdik. Amerikaning qisqa vaqt ichida hech qanday suhbat qilishga vaqt bermay, Xitoyga bunda qattiq qo'lliq qiladiganligini bilmabdik. Birmi davlat chiqib Xitoyga istoshlik qilmaydiganligini va qo'llamaydiganligini bilmabdik. Amerika davlat ichida tez vaqtda Xitoyga qarshi birlik saf qurishini bilmabdik. Xulosa: Xitoy virusining dunyoga tarqalishi, buning natijasida 600 ming odamning o'lishi, 11 million odamning bu yuqumli kasalning ta'sirida salomatligining nacharlashishi, vayron bo'lishi, dunyo iqtisodiga mo'ljalligisiz ziyon yetkazishi, insonlarning normal hayotini benormal qilib etishi, dunyo xalqining Xitoyga bo'lgan g'azabini ko'rilib boqmagan darajada qo'zg'ayapti. Buning bilan parallel holda Xitoy iqtisodining o'smay, balki tuvanga qarab tez domilishi, Xitoyda ishsizlik nisbatining tez o'rilishi, xalqarada Xitoy yuqumli virusining ziynini to'ltish ovozining kundan kuniga kuchayishi, Hong Kong vaziyatining jiddiylashishi, Tayvanning bir davlat ichki sistemasini rad qilishi, Xitoyni 40 yil ichidagi bo'lib boqmagan qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Bu Xitoyning iqtisodini vayron qilib qolmay, balki hokimiyat o'zgarishini keltirib chiqarishi mumkin. Amerika-Xitoy savdo urushining zarbasida nurg'un Xitoy shirkatlari vayron bo'ldi yoki yerim o'lik palash holatga tushib qoldi. Xitoy virusining dumbalanishida chala o'lik bo'lib qolgan cho'ng shirkatlar vayron bo'lib qolmay, o'rta hol va kichik korxona umumyuzlik vayron bo'lib ketdi. Xitoy to'rlaridagi xabarlarga asoslanganda milliondan ortiq Xitoydagi o'rta kichik korxonalar halok bo'lib bo'lgan. Buningga ulab kelgan suafati zavod, binolardagi mashinalarni, ishlab chiqarish uskunalarini va ishlab chiqarish moddiy mablag'larni eqitib vayron qildi. Shirkatlarning vayron bo'lishi bankalardagi tirilmas hisob MSPni tez o'stiribdi. Bu suafati Xitoy ziroatlarini besib ketdi. Keng ko'lamda xalqlarning mol-mulkiga ziyon yetkazdi.
Buning natijasida bankidan qarz elib berish asosi jihatdan faolash holatga tushib qoldi. Amerika hukumatining Xitoyga qaratgan bunda qattiq qo'lligi va nihoyat tez Xitoyga bo'lgan siyosatini o'zgartganligi Xitoyni burunqidek suhbat bilan vaqtni kayniga surib, o'ziga o'ngishliq, osonlik paydo qiladigan fursatni bermadi. Agar Tayvanda yoki har qanday yerda Amerika-Xitoy o'rtasida urush bo'lib qolsa, Amerika G'arb bilan birlashib, havo va dengiz armiyasining ustunligi bilan Xitoyning dengizdagi hayotlik manbasidan uzib tashlab qolmay, ishlagan mollarini eksport qilolmaydi. Texmo ilgirlab, Amerika Nyu-York va Londondagi moliya markazidan foydalanib, Xitoyning kapital zanjirini uzib tashlaydi. Mushularning hammasi birlashib, Xitoy iqtisodini vayron qilib tashlaydi. 2020-yili tarixi yeziladigan bir muhim yil bo'ldi. Waterloo Napoleonning g'alabidan butunlay mag'lub bo'lishining burilish nuqtasi bo'lgan. Stalingrad Gitlerning g'alabidan butunlay mag'lub bo'lishining burilish nuqtasi bo'lgan. 2020-yili Xitoyning 30 yil yangrab kelgan zafar marshi oyoqlashib, butunlay mag'lubiyatga qarab chekinadigan yili. Xitoylarni vayron qilishda Uyg'urlar dunyo siyosiy sahnasida zarbador atrofga aylandi. Shuning uchun 2020-yili Uyg'urlarning tarixda muhim o'rin oladigan yili inshaalloh.